Jin ursin, demak sizlar menga yordam bermoqchi emassizlar. Shunaqami? Ha, kapot bo'lsa qilishi kerak, bo'lsa eshak. Voy, qanaqasiga meni ishim bo'lishi mumkin? Axir bu qishloq sizlarniki ham, bizniki ham, xullas hammamizniki o'zi. Qanday qilib men qilishim kerak? Bu chunki vazifa senga topshirilgandir. Senga berdi, ber bu nimani vazifani. Mayli, menga bergan bo'lsa ham yordam berishlik kerak-ku. Buncha joy qanday qilaman? Bilmaymiz, qandaydir qilib qilishi kerak. Jin ursa, Idris, o'cha izvaladek qilishni boshlasak-chi. Janob Idris, biz senga to'laymiz. Yo'q-mi, rostdan ham to'ladilaringmi? Ha, to'ladi. Endi qilasanmi? Da, qilaman. Bo'pti, unda sabr. Xayr, sog'lik salomatlik. Xullas, bo'pti, xayr. Idris sabr. Yo'q-mi, yaxshi. Uzr aslo obunachilar diritsi bormi? Xullas, barcha obunachilarga salom. Sizlar bilan men yana Kompot Minecraft tarjima. Xullas, yangi videoga xush kelibsizlar obunachilar. Meni tarjima videomni ko'rishda davom etinglar. Ko'rishni boshlashdan oldin sizlardan bitta narsa iltimos qilaman. Videoni oxirigacha ko'rib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Va hozir ko'ryapsizlar videoni sifatini, ya'ni videoni ovozini juda ham g'alati do'stlar, mikrofoni g'alati. O'shaning uchun hozir obuna bo'lib, meni qo'llab-quvvatlab tursalaring, tarjima videolarimni do'stlar, sizlarning orqalaringdan xudo xolasa chotki mikrofon olib do'stlar, tarjima videolarning sifatini juda ham normal darajaga oshiramiz do'stlar. Hammaga rahmat, obuna bo'lganlarga. Qani endi videoda Xo'p, qaranglar, короче, mana bu quyosh issig'ini qaranglar do'stlar. Biz ham bu nimasi bo'ladi, qishloqlarga xullas qanaqadir bir tsunami, balo-battarlardan saqlaydigan bunker yasab berishimiz kerak ekanmiz. Obunachi shu yaqin orada kelib qolsa, o'sha yoqqa kirib o'tirishlari uchun do'stlar, oldindan yasab qo'ysak, bilmadim, shu nimadir bo'lar ekanmiz. Mayli, okey do'stlar, biz bo'lsa ishni boshlaymiz. Mana buni qaranglar, mana bu shuncha bloklar do'stlar, shuncha bloklar. Men qachon yasab bo'laman endi bu narsani, qachon tugataman, bilmayman, lekin tezroq yasashga harakat qilaman obunachilar. Xo'p, kelinglar deb bo'lmasa yerlarda asta-asta kavlab olishdan boshlaymiz. Mana shunaqa gravellarni olamiz, keyin undan tashqari oddiy qumlarni olamiz obunachilar. Xo'sh, okey, bu yerga tosh qo'yib qo'yamiz. Allohida, demak, mana shu yerdan eshik bo'lsa, vроде, da bo'ladi, normalni. Xo'p, mana bu yerlarni olamiz, ochib olamiz. Xo'p, okey, stop. Bu oq tosh qayerdan keldi? Tushunmadim. Voy, sariq va qora. Tez, bu nima bo'lishi mumkin do'stlar? To'xtanglar. Agar biladiganlar bo'lsa, kommentariyga yozib qoldiringlar. Xo'p, mayli, ochamiz. Qani ochamiz, ochish kerak buni hammasini. Yo'q-mi, da. Rozi, nimadir chiqyapti, bu yerda nimadir bor. To'xtanglar, qanaqadir sariq qora lucky block o'xshab ketyapti do'stlar. Chunki bilasizlar, lucky block faqat shunaqa ranglarda bo'ladi. Qaranglar, hozir ochib ko'ramiz. Agar meni taxminim to'g'ri bo'lsa, demak bu lucky block bo'ladi. Agar adashgan bo'lsam, adashgan bo'laman do'stlar. Lekin bu 50% lucky block bo'lishi kerak. Da. Qaranglar, o'sha asta-asta so'roq paydo bo'lyapti, so'roq shakli. Xo'p, mana bu ikkita tosh olib tashlaylik, menga xalal beryapti bu yoqqa yurishga. Xo'p, mana bu qumlarni olishim kerak tezlashib. Jin ursa tezroq og'izlarim qurib ketyapti do'stlar. Gapiraverganimdan sizlar esa hali ham kanalga obuna bo'lganinglar yo'q do'stlar. Kanallarga tezroq obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Mana shu qadab qo'yilgan ikkita kanalga ham. Xo'p, okey, mana bu yerlarni ochib olamiz. Ochamiz. Da do'stlar, qaranglar mana. O'sha qaranglar, mana so'roq shakli paydo bo'ldi. Bu 100 talik do'stlar, mana 100 talik lucky block do'stlar. Bu demak katta lucky block, to'g'rimi? Mana qaranglar, lucky block do'stlar, mana buni qaranglar kattaligini. Yo'q-mi, bu demak tushunarsiz, bu buncha kattalikda qanday bo'lishi mumkin obunachilar? Mayli, kelinglar-da, sizlar bilan birga buni o'zimiz ochib ko'ramiz do'stlar. Hozir mana bitta olaman astagina do'stlar. Okey, mana shular. Oppa do'stlar, jin ursin, charchab ketdim bor. Mana buni qaranglar, qancha joy olib chiqdi. Tushunursan do'stlar, vaji charchab ketdi odam. Davay, kelinglar deb bo'lmasa biz boshlaymiz ochishni. Hozir do'stlar nima chiqadi deb o'ylaysizlar? Bu katta lucky blokni sindirsa do'stlar, bilmadim, bu juda ham katta. Hop, qaranglar, pastga tushib ko'ramiz bitta. Pastga tushamiz. Dalish ketganmi? Dalish ketgan obunachilar, buni kattaligini qaranglar. Yo'q, bu juda ham katta. Hop, mayli, kelinglar, bo'lmasa tepaga chiqamiz hozir. Birinchi pastlargacha ko'ray. Tushunursan buni kattaligini. Yo'qmi bu? Tugaydimi? Tugamaydimi? Yo'qmi, tugamaydigan o'xsha. Mana bo'ldi, tugadi. Yo'q, tugagani yo'q, hali ham tugamayapti do'stlar. Buni uzunligini qaranglar. Yo'qmi, hozir buni ochsam nima chiqishi mumkin do'stlar? Butun Minecraft olamini buzib yuboradigan narsa chiqsa kerak do'stlar, chunki uni kattaligini qaranglar, vashcha katta deb obunachilar. Yana fikringizni kommentariyga yozib qoldiringlar. Xo'p, kelinglar, bo'lmasa biz ochib ko'ramiz. Qani, 3 2 1. Stop.
Lucky Block dishda yana bitta Lucky Block. Ну, Rozi da yana bitta, yana bitta, yana bitta, yana bitta, yana bitta, yana bitta jin ursin do'stlar. Meni taxminlarim xato chiqdi do'stlar. Bu demak shunchaki Lucky Blockli oddiygina ustidan o'rab qo'yilgan nimasi bildi kattakon, короче, toshma nima deydi bir qobiq desak ham bo'ladi do'stlar. Qobiqqa o'xshash narsa jin ursin. Oy, granata qoch, tin. Qoch, yo do'stlar, videoda boshidan yomon narsalar chiqish boshladi. Yo'q, yaxshi narsalar ham bor ekan, qushog'imizni rasosini chiqardi. Jin ursin, men mana bu yerda bunker tayyorlab qishlog'imizni saqlab qolishim kerak edi. Mana bu qilib o'tirgan ishimni qaranglar do'stlar, jin ursin. Shunaqa ham ahmoq bo'laman men. Xo'p, aka. Ochib olamiz mana bu yerlarda bo'lmasa do'stlar biz asta sekin kirka bilan yoki kirkasiz bloklarni sindirishni boshlaymiz. Qani bizga nima tushar ekan? Xo'p, blok kirkasi sindirar ekanmiz do'stlar, chunki kirka bilan juda ham tez sindirib ketishi mumkin. Xo'p, buni olamiz. Bu yerdan oltin olmalar chiqdi. Ну, вроде oltin olma hajja yaxshi boyaga pintilardan ko'ra do'stlar. Xo'p, mana bu yerga kerak narsalarni hammasini tashlab o'rishim kerak do'stlar. Chanursin, o'zi ham inventarim вообще narsaga to'lib ketgan ekan do'stlar. Xo'p, buni tashlab yuboramiz. Ну, давай. Ochamiz. Opa. Hop, jonursin mayli, hop. Hop, kelinglar, bo'lmasa mana buni tashlab boramiz. Qani nima bo'lar ekan? Opa, do'stlar, mana buni qaranglar. Yaxshi, juda ham zo'r narsa ekan. Bu yerdan juda ham ko'p oltinlar va narsalar berdi do'stlar. Buni qaranglar, men atigi 3 stek izmurud evaziga do'stlar shuncha narsa qo'shimchasiga olyapman do'stlar. Bilmadim do'stlar, omadim vashshi keldi. Bari bu safar mana buni qaranglar do'stlar. Hop, okey. Hop, qolganini ochamiz. Bu yerda tuxummi nima u doktor? Jo'ja, dada tuxum chiqdi. Aytdim sizlarga. Hop, mana buni qaranglar, yana bitta jin ursin. Bu yerda ikkitagina ham berasanmi? Ko'proq bersang bo'lasanmi? Xo'p, okey, qolganini ochamiz. Opa, sandiq chiqdi. Sandiqdan hech balo yo'q do'stlar. Bizga kerakli bir normalniy narsa yo'q. Bitta qanaqadir narsa beribdi. Jinursin, bu nima? Bu qanaqadir shahzodalarning kiyimi do'stlar. Misrlik asrdagi, bilmadim. Xo'p, bu yerlarni ochamiz. Kitoblar keraksiz, qanaqadir musor bartinga hamma. Xo'p, okey. Qolganlarni ochishda davom etamiz do'stlar. Keladi, mana bu taraflardan ham ochib ko'ramiz. Qani mana shu taraflardan nima bo'lar ekan do'stlar? Xo'p, bu yerlarni ochib olamiz. Birinchi navbatda, opa, okey, yaxshi. Xo'p, birinchi keldi, mana buni yeb olaylik. Bu yerda granata bilan oltin nima portlovchi narsalar yoki liba bir zombilar jin ursin chiqib qolsa do'stlar, tezroq qochish uchun emas, короче, jonimizni saqlab qolish uchun. Opa, mana bu qilich qaranglar. Lucky qilich berdi. Do'stlar, Lucky qilich juda ham zo'r qilich. Jin ursin, bu qilichdan foydalanish kerak. Bu qilichdan foydalanib ko'ramiz keyinchalik. Xo'p, bu yerda yana bitta chaqmoq chaqdi. Chaqmoq chaqiruvchimi bu nima bo'lib bilmadim. Xo'p, kelinglar, xo'p. Mana bu pastroqdan ochaylik do'stlar. Bu ochib qo'ydik. Mana shu taraflardan ochamiz. Qani bu yerdan nima chiqargan? Ya'ni pastki tarafdan yaxshi narsa chiqarmikan yoki yomon narsa sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Xo'p, tushunmadim. Qanaqadir Misr quduq paydo bo'lib qoldi. Bu g'alati quduq, suv, balu. Xo'p, okey. Bularni ochamiz. Mana buni ham ochamiz. Hech balo chiqmadi do'stlar bizga. Omadli ham bo'lmadi, omadsiz ham bo'lmadi do'stlar. O'rtacha ham bo'lgan yo'q. Короче, bilmadim. Xo'p, okey. Pastda ochib olamiz. Ana endi mana buni ochishni boshlaymiz do'stlar. Opa, bizga darajalar berdi. Yaxshi. Yomon narsadan yoki yaxshi narsa emasdan ko'ra mana shu normalniy nimalar deb tashlayapman do'stlar, bilmadim. Buni qaranglar, qancha narsa bo'lib ketdi. Xo'p, TNT qoch. Yo, bo'ldi. Da. O'ldim. Yo'q. O'lmadim. Do'stlar, jin ursin, olam shumul yangilik. Qo'yil. Men qanday qilib o'lmasligim mumkin do'stlar, bilmadim. Mana bu o'rtadagi nimaga o'xshamaydi. Do'stlar, bilmadim. Bu kommentarga yozib qoldinglar o'zinglar. Xo'p, bu yerda yana bitta quduq jin ursin, jonimga tegdi. Xo'p, mayli. Buni keyin tekshiramiz. Xo'p, birinchi keraksiz narsalar tashlab o'rish kerak bu yerdan. Mana buni ochamiz, Lucky blokni. Xo'p, bizga yana nima berdi? Xo'sh. Bir tinga qimmat keraksiz narsalar. Menga pul bersangchi, jin ursin. Pul bergin unday. Qanaqadir, opa, mana buni qaranglar. Mana bu haqiqiy Lucky do'stlar. Opa, mini kompot chiqdi do'stlar, mana buni qaranglar. Xo'p, bu yerda okey. Kerakli, mayli, kerakli. Do'stlar, bu yaxshimi yoki almazlisimi? Menimcha mana shu yaxshi bo'lsa kerak do'stlar.
Xo'p, endi qolganlarini ochamiz, obunachilar. Kelinglar, asta-asta ochamiz. Xo'sh, bu yerdan mushukcha berdi. Okey, do'stlar, mushukcha menga juda ham yoqadi. Kakrasga do'stlar, mushuklarni men sevib boqaman do'stlar. Eng yaxshi ko'rgan hayvonim bu mushuk do'stlar. Sizlarniki qaysi? Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar do'stlar. Xo'p, okey, mana bu yerlarni asta-asta ochib olamiz. Chuqurcha bo'lyapti asta-asta. Hoppa, ketamiz. Faqat yomon narsa tushmasa bu TNT qoch kerak. TNTmidi bu? Yo'q, TNT emas ekan do'stlar. Uzr adashimman. Lekin do'stlar TNT chiqib qolsa men o'lib ketishim aniq do'stlar. Mana buni qaranglar, mana bitta qanaqadir narsalar ber. Yo'q, mana shu kirka kerak. Kirkani ber, kirka. Hoppa, kirkani oldik do'stlar. Qani endi. Yo'q, mana buncha tez kavlab tayladi bu jin ursin. Okey. Banni kill. Yo'q, banni o'ldirib tashlabdi bizani do'stlar. Mana bitta itlar ham paydo bo'lgan ekan va jin ursin. Qishloqlar, hammaga salom. Kapotni maqib tashladik bu yerlarda. Jin ursin, seni kapotni nima qilyapsan? Sizlarga tushuntirib beraman. Bu mening ishim emas. Bu yerda ochib qaragandim. Mana bunaqa katta lucky blokli tosh chiqdi. Keyin ichini ochganimda bilaman, to'la lucky bloklar chiqdi. Keyin bularni asta-asta sindirdi. Mana shunaqa narsalar bo'lib ketdi. Sen jindaga biz qishloqda ta'mirlashdi. Qishloqlar bu qurishni burga edik. Sen nima qilding? Men ataylab qilganim yo'q. Mana bularni ochdim. Mana bular ichidan chiqdi. Voy, ataylab qilayotganim yo'q. Jitilla. Jin ursin, kapot. Biz shuncha pulimiz-chi? Pulinglarni hozir qaytarib beraman. Agar qaytarish kerak bo'lsa, baribir bu yerdan juda ham ko'p narsalar oldim men. Bularni hammasini yo'q, mana buni qaranglar, qochish kerak. Kapot nima qilyapsan? Hozir olib ketamiz-ku. Jin ursin. Mana buni qaranglar, mana buni ochish kerak. Mana bu jo'jalarmi? Jo'jalar. Yo'q.